O'rtoqlarga assalomu alaykum. Hozir yo'ldan o'tib ketyapti odam. Nima bo'lyapti ekan desam, kelib to'xtasam, o'zimizni tanishdi. Qadrdonimizni balki bilmayman, Xitoydan bir narsalar tashlashibdi. Hozir ko'rsataman. Ma'lum manzil Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Uchko'prik tumani bo'ladi. Agrobank bor, va Qo'qondan kelish, bu tomon Uchko'prikka ketish. Bularni o'rtasida mana shu Agrobank. Agrobankning yo'lda bu yuzda turadi. Qo'qondan kelganingizda xo'sh, chap tomonda, Uchko'prikdan kelganingizda o'ng tomonda turadi. Telefon qoldi. Hozir nimalar ko'rsatib yuboramiz. Va shu Xitoy narsalar olib kelishyapti ekan, o'zim hayron qoldim. Zo'r. Odam ko'p, mana mashinalar. Mana bag'da o'tgan odam to'xtayapti, sababi arzon narsa. Shu bomba narsalar qilishyapti ekan. Mabodo kerak bo'lsa aytaverasizlar, Xitoy narsalar ekan. Hammasi. Tanlab olishga ekan-chi bag'i. Shimlar, shortiklar. Shuni to'kib berishibdi. Mana ular qaranglar, 80 ming, 90 minglik shimlarni. Mana shimlar ko'ringlar, katta shimlar. Bozordan olsangiz unaqa arzonga olmaysiz. Mana shunday narsalar bor ekan. Narxi tanlab olishga 40 ming so'm ekan. Bu tomonda ham 40 ming so'm deyishdimi? 40 ming ekan bu yerda? 40 ming ekan tanlab olishga mana ishdan. 40 ming. Mana shimlarni 40 ming so'mdan berishyapti ekan. Mana hammasi 40 ming so'm. Tanlab olaverasiz kelib. Bog'ga tushib qolganda o'rtasiga tushib tanlab olib ketaverasiz qancha kerak bo'lsa. Anaqa shimlar bor ekan. Mana ular ko'ringlar. 40 ming so'mdan. Hammasi tanlab olishga. Tanlab olar ekansiz. Kip olsangiz arzonroq berishar ekan. 20 mingdanmi deyishdi. Bittaga nech puldan bilaman akam ular? Mashlar 40 ming hammasi. Bo'ldi. Futbolkalar ham 40 ming. Bular ham Xitoy-a? Bu ham Xitoy, bu ham Xitoy, u ham Xitoy. Hozir hammasini ko'rsataman. Oyoq kiyimlar ham vobshe ko'p ekan. Oyoq kiyimda ham tanlab olishaveram 40 dan. 40 ming so'mdan tanlab olaverasizlar ekan. Uni oyoq kiyimlar qaranglar, xohlasalaring detskiy, xohlasalaring katta. Bosib olasizlar ekan. 40 ming so'm. Razmerlari bor. Donaga 40 ming so'm berishyapti ekan. 40 ming so'm, 40 ming so'm. Tanlab ayollarga ham boraqda 40 ming so'mdan. Mana ular 20 ming so'mdan, mana shundagilar 20 ming so'mdan kelib tanlab olaverasiz. Uyga kelganim ham shu zo'r narsa, ayamasdan kiyib tashlab ham olaverasiz, achinmaysiz. Kepkalar. Mana ularimiz-chi, amak? 50 ming so'mdan, Bo'ldi, bu yerdagilar 50 ming so'mdan deyishyapti. Hatta o'zi ozroq ekan, tugab qolibdi. Xo'sh, kepkalar deyishyapti. Kepkalarimiz 20 mingmi kepka? Kepka 20 ming so'm ekan. Kepkalar ham ko'p setkali kepka, mana shu tegilar. Mana yerda futbolkalar ham turardi. Mana shuni ham 20 ming so'mdan. Shalvarlar 20, Alisherxon? 20. O'zlari kelaverasizlar Mabodo degan joyga. 20 ming so'mdan shalvar, razmerlar katta. Keyin velikan futbolkalarimiz nech puldan buni beryapsiz, Alisherxon? 30 dan 64 gacha razmer ekan, 30 ming so'mdan bosib boraverasizlar. Ishga vobshe zo'r narsa. Bu nima ekan bu? Aka yangilik chiqdi. Vobshe zo'r. Omi keng ekan-a bu? Bolalarga mana tushgan, yosh kattalarga tushgan. Razmer 8 gacha razmer. Oho. Bu bozorda ham materialiga. Haliga muzli material ekan-a? Yumshoq markiza. Yumshoq ham muzli ekan. Buni 87 xil guli bor aka mana. Oho. Mana toshda. Mana. Versace mana har xil gullari. Ketaveradi-a shunaqa. Hammasi bir xil katta razmer. Razmer ham katta ekan. Palonchadan palonchagacha biz hammasi shunday veligan katta. Ketaveradi. Bu nech pul qilib berasiz bularni endi? Aka sizni klientlaringizga 20 dan bosaveradi. 20 dan. 30 emas 20. Bo'ldi. Keyin mana futbolkalarni mana aka 64 gacha razmeri, butun pochkasi bor. Hozir tugatib ham qo'yibsiz-ku. Yo'q, ichkarida bor yana. Eng katta razmerimiz Hadavoy. Siz klientlaringizga 30 emas 25 dan beraveramiz. Fikroq aytib yordingiz. 25 dan mayli beraveramiz. Sizni klientlaringiz uchun. Faqatgina kelib menga uchrashsin. Aka YouTubedan ko'rib kelyapti. Alisherxon. Kelaverasiz. Sekin. Endi bu yerda talpa 30 ming, 40 mingga sotilyapti-da. O'sha ko'rib turibmiz. Bo'ldi, o'rtoqlar, sizlarga skidka bo'ldi. Keyin yana bitta ma'lumotni aytib qo'y, agar kim bunaqangi Xitoy tovar olaman desa, buni nech puldan qilib beraman deysiz? Xitoy tovarlar aka o'zi 40 mingdan odamlar olyapti. 5 million ko'tarib ham kelyapti, olyapti. Endi internetdan kelyapti-ku. Siz ham hurmatingiz bor, kelgan klientlarimizga hurmati bor. Faqat kiyimni 37 mingdan qilib beraveramiz.
Tanlovsiz, ha. Tanlab olishadi. 37 dan. Keyin mana sensatsiya, mana kepkani ko'rdingiz, Xitoyniki Ha, ha, ha. original. Mana bu, ha. Buni hozir 20 sotyapti. 20 sotyapti. Sizni obunachilar kelsa aka, 15 mingdan shaqillatib yuboramiz. Bo'laveradi. Bizga olsa xalqimiz uchun bo'lsa bo'ldi. bo'ldi. Hammasi O'rtoqlar, Xitoyniki. hammasi Xitoy zo'r yaxshi kepkalar. Joy omon bozor. Bu hozir men havoni issig'ida keldim. Salqinroqda bu vashi to'lib ketadi. Men yuklarni vashi tashlashgan. Mabodo kelaverasizlar o'rtoqlar. Nomerlarni qo'yib qo'yaman, telefon ham qilaverasizlar. Dastavkalarni ham qilib berishadi. Alisherxon nomeringizni qoldirib qo'yamiz. Nomeringiz necha edi? Shu Hozir ishlab turgani Ha. 90lik Aha. 565 1256. Bo'ldi. Shuni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqishaveradi. Dastavka bor. Dastavka o'zi Alisherxon o'zi onlayn savdoni bizdan oldin boshlashgan. Shunaqa o'rtoqlar Telegramda eng qurollari bo'lishgan karantin paytida haligacha ishlarni davom ettirishyapti. Sababi ishonch borasida boshqa narsa bo'lmagani uchun ish davom etyapti. Doim o'zini yuzi bilan chiqadi. Xudo xolasa ishonchli 100% aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Ikkita xonada ham to'laylik mana. Metlar ham bor. Kelishgan klientlarimiz Ha, olishyapti. Hozir yig'ishyaptimi bu yoqqa? Ha, mana dastavkalar mana sartaroqqa qilishyapti. Mana buni qopga solib Aha. ajratishyapti. Ha, bo'ldi. Mana buni qo'ynilarimizni ham Nech bilan qilib yuborasiz bularni? aka sizni klientingizga 20 dan. 20 ming so'mdan. Bosaverasizlar 20 ming so'mdan. 20 ming so'm. Razmeri Mana shu tiqilyapti bu yerda. Mana. Qabriston Hozir sillari ham. ustidagi ham shundan ekanda. Shundan. Aka men arzon narsa kiydim qolganman. 20 ming aka. Shayt. Masha, qo'y. Shuncha million savdo qilyapti, lekin shu Mana shu narsani kiya. Mana shumi? Ha. 20 mingdan topishamiz aka. Shu. Mana ko'ylagimiz 20 ming. Taypog'imiz 5 ming deng. 2 ming so'm. Do'kon tayyor-u, do'konga nimaga ilmayapmiz? Odamlarda Yo'q, optim manet yaxshi o'zi. Bu zo'r. Hamma kelib tanlab olishaveradi-da. Do'stona mana oddiy. Bo'laveradi, o'rtoqlar. Ha, rahmat. Xudo xolasa shu. Qo'ldan kelgancha harakatdamiz, nomerlarni qo'yib qo'yamiz, ekranga aloqaga chiqaverasizlar. Qisqa video bo'ldi. Xullas hamma viloyatdan kelib olib ketishyapti. 20 ming so'mdan, 15 ming so'mdan devordingizmi-kan bilmayman. Xullas 20 ming so'mdan, maytda o'zi 30 ming, 40 ming sotishyapti. Bosaverasizlar o'rtoqlar. Qo'ldan kelgancha harakatdamiz, manfaatli bo'lgan bo'lsa, Abiyam optim olaverasizlar. Xitoydan biror narsa kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.